Çoğun ustam. Kaçıncı güleşken aka? İkinci güleşten ötüp gitti. İkinci güleşten ötüp gidip üçüncü güleşke men yaptı degan. Başlap kettik vallahi cuma ama baytallarni isquruq. Oo, fыңba wangza. Fыңba wangzningki isquruqini salamiz baytallarga hamda. Xabardor bo'lib qilinglar. Dangliq texnik Xotan nayesi cho'g'la ochiliqida xizmatda bo'ladi-da. Hamda 3-baytalga ketdik makanda bo'lsa. 3. Jiran qashqa qanchınchi güleşken? 2. güleşken. 2-chi güleşken. Hammasi güleşken güleşib ketdi. Ötüp ketamiz. O'tib ketdimi güleşden? Qancha kunlardan keyin kuylaydim avamni? Ama 4 günü geçiriyor. Va 4 kun. O'zingning mo'ylaqqa kuyultirgan dorilarni akeldingmi aka? Akaldim. Hammasi akeldim. Das yaxshi bo'ladi, yaxshi. Maningga chap turdi. Fың babаңыз. Ben çaptıram. Atıldirdi. Ya bol ne qilganda shu çaptırmış. Tazash kuyligan vaqtida maningga bir sakirtib bersang, ayg'irni. Bo'ldi. Das. Atmaqsangiz bo'ldi ekan. Arkök Ötüp ketdim o. o'tibdimi? Font yok etdim o. Qanchınchi 2 kun bo'lib o'tib ketdi. Ötüp ketgan. Ya'ni qancha kunlardan keyin? Bir hafta bormi? Bir hafta bor. Bir hafta bor. Mayaqamda kuni sal issiq bo'lgan ekan xotinning. Shunga sen bugun kelding-chi aka? Shu. Bugundan tortib hamda butun baytallar urug'lanish qilib boshlandi. Shu daftar bilan nima qilib ben bir firma bilimini yaxshi falanchi bir tulanchi bir deb nima qilsa. Yezib bangsanda. Madam nima qilmaydi. Bilmay qoladi. To'g'ri, to'g'ri. Mana akamni taniyolinglar. Mushakam bo'g'az qilgan. Baytallar bo'lsa, Pyongyangda rasmlarni yo'llab mushakam qilgan deb mana. O belgelerini yo'llab, bichodin chiqdi, chiqqan guruchasini qilsa bo'ldi shu. Qancha persen holatda bo'g'az qilib bersa ekan cho'g'lachilik kelgan baytallarni? 90-95. 95% gacha degina. Kuchingning chiqib yetishicha ekan shu. Kuchim yetishicha shuni. Tirishgan. Shu. Menmo Mishaning tashviqot ishlaridan kelgan. O'zingni ko'rding, fung babang'izni? Ko'rdim shu. Buningmi uruqini elib ko'rimizda shu. Ko'rsan. Cho'xujan o'zi birdan bir 2000 yillik yashab So'malarningmi bir yil yashadi uruqchilik qilgan. Neyman go'dichu? Fung babang'iz. Nayt yaxshi tushgan ekan balalarim jiq bag'rashda, aqso ko'rildi. 100 mingning ustida savdo bo'layapti buning balalarim. Kichik chavag'illar. Balam uruqlar bende jiqlab. Pullavasın. Ben şu kirşey. Sen mi tırışkan? Dehqon chorvachilarimiz sening şu to'kpan orqali bir qo'shib qolsin degina. Sen mi kuchingning yetishicha bir baytallarni. Yaxshi kirşey. Yaxshi uruqni aka. Sepagin. Bo'ldi chataya. Atmasan bu. Mana vallahi baytallar mashtaq har kuni shunda xizmatda bo'layotdi. Bugun keldi bu akam. Mo'ng'ul kure, Tungmachang. Nesil atsavotdimi nurg'un yil ishlagan. Hammamiz ko'rib turgan nurg'un dehqon chorvachilarimizningki baytallarni bo'g'az qilgan. Ne ustaylardan. Tayun. Qarqin ustamlarningmi nomi chiqqan, xalq e'tirof qilgan ustamlarning shogirdi. Bu akammi 15 yilcha bo'lib qoldim aka, oldi keldi. Nima bo'ldi? Ish texnikning ishlari bilan shug'ullanib kelgan. Shuningga ishkilanmay baytallaringlar bo'lsa, texnik gap bo'ldi, bugundan tortib boshlanyapti. Fung babangizga isquruq hamda chaptirmay desanglar chaptirib baytallaringizni 95% dan 100% gacha bo'g'az qilishga kuchining yetishicha o'zining hamma texnikasini chiqarib sizlarni rozi qildi bolalar. 记得点赞关注哦。